qora bilan oq farqiga bormasligi mumkin. Men shuni to'g'ri tushunmayapman. Men bitta odamlar biz baqirib gapirayotganimiz qora bilan oqni ham qo'y, qo'pollashdan bo'ladimi? Mayli, bundoq qilib turaman. Qaranglar mana, men sizlarga hozir Bonu aytolmayapti, men sizlarga aytaman. U videoda osilgan ko'kragi bilan nima desam ekan? Qanaqa tushuntirayman u gapni? Bonuda unaqa emas. Charchab ketdim, Bonuni ko'rib, men уже asabiylashib ketyapman. Ya to'g'risi, yaqin odam menga aytdi, "Qo'y, nima qilasan? Kerak emas unaqa. Men unaqa narsalarga ishonmayman. Kerak emas." Dovotida chonsam, hamma yaqinlarim, meni tanigan yaqinlarim aytadi. Gap sizlar menga ishonishingizda ham emas, men bilaman, chunki men o'zim emasman. Meni yaxshi ko'rib, sevib kuzatadigan xalq bilmayman, balki sizlar meni hayotda ko'rmaganingiz uchun shunaqa deb o'ylayotgandirsiz. Sen ayting, o'sha videoni ko'rganlar, qaranglar. U telefon Redmi telefonda olingan, to'g'rimi? U paytda FaceApp yo'q edi-ku, yuzi FaceApp qilingan rasm. Shu paytgacha ham jim turdim, hayo qildim. Qo'y dedim, tupurib qo'y shunaqalarga nima keragi bor dedim, detskilarga aralashibdimki, уже всё rostdan men bo'ldi, men shu tema shu yerda bugun turadi. Hayo qilibsan, seni gapirayotganlar hayo qilmayapti. Gapiraver o'sha shu. Astag'firulloh. Ilohim, mana shu